Haqiqiy san'at shaydolari uchun bizdan maxsus obzor 110 metr kvadratni o'z ichiga joylagan ikki tomonlama proyektdagi 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Ayni paytda mehmonxona qismida turibmiz. Ko'rib turgan barcha jihozlaringiz bilan birgalikda sotuvda. Asosiy kiraverish qismidan bolalar yotoqxonasi. Proyektimiz ikki tomonlama proyektda 4 qavatli g'ishli domning ikkinchi qavatda joylashgan. Hujjatlarimiz ikkilamchi kreditga ham to'g'ri keladi. Full komplektatsiya holatda jihozlangan kuxnya qismimiz. Ko'rib turgan barcha jihozlaringiz qoladi. Umumiy maydon 110 metr kvadrat, yo'l yoqasidan ikkinchi liniya, maktab, bog'cha, hamma narsa dasturxon joyga joylashgan. Birinchi sanuzul to'liq kafil qilingan. Qo'shimchasi gariston mavjud hamda garderobnaya. Kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasida ikkinchi sanuzul qismi ham mavjud bo'lib, to'liq kafil qilingan. Batafsil ma'lumot kimga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, pastki raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.